Bu sumalak bugungi umumxalq bayramimiz nishonlanmoqda. Shu sababli bizni urf-odatlarimiz, o'zimizni milliylik, bahorni kashf qilib bergan eng chiroyli an'analarimizdan biri ayollarimizni mana shu sumalak pishirishi. Demak, aynan menga qiziqda, ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak. Mana oldin biz yoshligimizda sumalakka tosh terib kelib, tosh chiqqandan keyin bir niyat qilib xursand bo'lardik. Sizda ham bo'lganmi? Shu taassurotlar qanaqa o'sha Bizam kecha shu yoshligimizni eslab, taassurotlarimizni bir-birimizga aytib, bilasiz, xabaringiz bor, bu sumalak bir kun, bir sutka qaynaydi. Sababi mehnati o'ziga yarasha, bu charchamaganimiz sababi tepamizda 40 ta malak biz bilan birga bo'lib, mana shu shirin milliy taomimizni kechasi bilan tayyorlab, bugun xalqimizga mana shularni barchasini tarqatmoqchi biz mehmonlarimizga. Sizlar iste'mol qilib ko'rsak bo'ladimi? Bemalol mehmonlarimizga taklif qilamiz. Qo'shiqchilar ham bor ekan. Sumalak bilan. Alohida ta'kidlab o'tgan bulardan bu yilda hisobiga birinchi marotaba sumalakni iste'mol qilyapman. Buning juda ham foydalari bor. Sumalakning foydalari to'g'risida alohida tibbiyot xodimlaridan ham so'rashga harakat qilamiz. Aynan sumalakning qanaqa xususiyatlari, qanaqa foydalari, sog'liq uchun qanaqa foydalari borligini bir gap bo'lishi mumkin emas. Yoqdimi? Zo'r. Sumalakdan tosh topdim.